Onasi charchamadingmi? Yo'q, charchamadim. Unda imillanmasda mana bularni ham yuvib qo'y. Bo'l tez. Xo'p, adasi. Assalomu alaykum adasi. Ishdan kelishingizga nima ovqat qilib qo'ying? Manti pishir. Borishimga tayyor bo'lsa. Xo'p, tushundim. Adasi, Ha? mehmonga ketyapman, tez qaytaman. Nechida chiqasan? Nimaga? Nimaga? O'sha vaqtda uyda bo'lgan. Xo'p, tushundim. Assalomu alaykum adasi. Yaxshi keldingizmi? Ishda charchab qolmadingizmi? Charchadim. Ovqating tayyormi? Ha, tayyor. Kiravering. Onasi charchamadingmi? Yo'q, adasi. Ke qarashib o'raman. Bu nima deganingiz? O'zim qilaman. Shu gapingiz o'ziga rahmat. Bering qo'lingizdagini ham. Boringga shukr. Assalomu alaykum adasi. Ishdan kelishingizga nima ovqat qilib qo'ying? O'zing nima yeging kelyapti? Menga farqi yo'q. Nima desangiz shuni qilaman. Ha, unda manti pishiraqa. Xo'p bo'ladi. Adasi, Ha? mehmonga ketyapman, tez qaytaman. Nechida chiqasan? Nimaga? O'sha yerda kutib tursang, seni o'zim olib ketaman. Voy, ovora bo'larkansiz-da. Xo'p, chiqishi bilan telefon qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum adasi. Yaxshi keldingizmi? Ishingizda charchab qolmadingizmi? Charchagan bo'lsam ham shunaqa kulib kutib olsang, charchoqlarim chiqib ketadi. O'zing charchamadingmi? Kun bo'yi ish bilan, bolalar bilan ovora bo'lib. Yo'q, adasi. Charchaganim yo'q. Mana siz shunaqa gapingizni eshitsam, hamma charchog'im esimdan chiqadi. Yuring ovqatlanamiz. Boringga shukr.